Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan qandli diabetda parhez qilib turib, ba'zi bir xatolarga yo'l qo'yiladigan va bizda qondagi qand miqdorini ko'tarmaydi degan 5 ta xavfli mahsulot haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Agar siz qat'iy diyetaga o'tirgan bo'lsangiz, bu mahsulotlarni ham chiqarishingiz kerak. Ko'pchilik bemorlar savol beradi, doktor, men shakar yemayman-ku, oqnon yemayman-ku, lekin qondagi qand miqdorim tushmayapti. Bu nega degan savol beradi. Lekin asosiy muammo bu shakarda emas, bu uglevodda hisoblanadi. Ya'ni biz shakar desa faqat asalni, shakarni biz cheklaymiz va qolganlariga e'tibor bermaymiz va sizga mana shu yuqorida sanamoqchi bo'lgan 5 ta mahsulotni oxirigacha ko'ring. Bular ham uglevodlarni saqlaydi va shakarni ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. Birinchi mahsulot bu magazinlarda o'sha yozilgan diabetik pechenyelar va diabetik o'sha ichimliklar yozilgan. Ba'zi birlari kavichka ichidagi prosta yoziladi, ya'ni shakari yo'q deb, lekin ularning tarkibida uglevodlar bo'ladi. O'zimda o'sha praktikamda kuzatganman, o'sha diabetik pechenye deb yozilgan, lekin bemorlar yeydi, sag'ir patologga chiqib ketadi. Akaziysi bularning tarkibidagi to'g'ri shakar qo'shilmagan, lekin bularning tarkibida tez o'zlashtirilgan uglevodlari bor. Ya'ni bularning tarkibida yana qo'shimcha ravishda yog'lar, har xil shirinlashtiruvchi mahsulotlar qo'shilgan. Bularning tarkibida o'sha uglevodlar organizmga kirgandan keyin shakarga aylanadi va oddiy shakar kabi qondagi saxar miqdorini ko'tarishiga sabab bo'ladi. Siz magazindan o'sha pechenye yoki o'sha shirin sharbatlarni olganingizda, uni tarkibida shakar mavjud emas, uni tarkibidagi uglevodlar qanaqa? Uglevodlarning tarkibiga e'tibor bering. Mana shu uglevodlar sizdagi qondagi shakar miqdoringiz ko'tarilishiga sababchi bo'lishi mumkin. Ikkinchi mahsulot bu meva sharbatlari. Ya'ni doktor, men kola ichmayman, Pepsi ichmayman, Fanta ichmayman, gazli ichmayman, lekin men natural o'sha meva sharbatlarini, natural o'sha soklarni ichaman, lekin sahrim ko'tarilib ketadi deydi. Bu albatta tabiiy hol, chunki siz meva shakari fruktozani qabul qilyapsiz. Fruktoza ham organizmda bu shakarga aylanadi. Ya'ni bu yerda tarvuz, bundan tashqari o'sha sokovijmalkada chiqarilgan har xil soklarni ichishda o'sha magazinlar tayyor meva sharbatlari, bularning tarkibi juda ham ko'p miqdorda meva shakari, fruktoza saqlaydi. Bular organizm jigarda juda ham tez glyukozaga transformatsiyaga uchraydi va oddiy shakar kabi sizda shakar miqdoringizni, glyukoza miqdoringizni patologga olib chiqadi. O'shaning uchun siz meva sharbatini emas, o'sha mevani o'zini iste'mol qiling. Ya'ni misol men sizga olma sharbatini mumkin demayman, lekin olmani iste'mol qilsangiz bo'ladi. Ko'proq semirenka, yashil olma yeyishga odatlaning. Mevalarda ham albatta mumkin bo'lganlarini oldingi videolarda aytganmiz. Bularda ham mevani siqib, suvini ichishamiz, mevani o'zini yeyish kerak. Chunki bu mevani tarkibida albatta kletchatkalar bor. Mana shu kletchatka sizda uglevodni, fruktozani so'rilish tezligini pasaytiradi. Shu orqali siz o'sha har xil vitaminlar mevadan olishingiz mumkin, lekin uni sok ko'rinishda ichish qat'iyan mumkin emas. To'rtinchi mahsulot ko'pchilik iste'mol qiladigan bu manniy kasha hisoblanadi. Bu kashani tarkibida uglevodlari juda ham ko'p, ya'ni kraxmali juda ham ko'p. Shuni hisobiga sizda u organizmga kirgandan keyin oddiy bug'doy deylik, mana shu bug'doydan tayyorlangan manniy kasha va sizga tezda glyukozaga aylanadi. Manniy kasha sut solasizmi, sut solmaysizmi, shakar solasizmi, shakar solmaysizmi, bu sizdan mumkin emas manniy kasha. Ko'pchilik sut solmayman, shakar solmayman, lekin men iste'mol qilib yuraman. Bu men uchun foydali, har xil vitaminlarni qabul qilaman deydi, lekin manniy kasha umuman mumkin emas. Ya'ni buni tarkibidagi uglevodlar baribir shakarga aylanadi sizda. O'shaning uchun manniy kashani o'rniga siz afsanli kasha iste'mol qilishingiz mumkin. Buni tarkibida bor uglevod albatta, lekin u juda sekin o'zlashtiriladigan uglevodlar qatoriga kiradi va tarkibida vitamin gruppalari juda ham ko'p miqdorda saqlaydi va sizda o'sha foydali bo'lishi mumkin. Va siz afsan kashani, grechka kashasini iste'mol qilganda sut solmasdan, shakar qo'shmasdan iste'mol qilishingiz kerak. Buni o'rniga ba'zi o'sha haqiqiy o'sha saxir ko'tarmaydigan, diabetda ishlatiladigan o'sha glyukoza o'rnini bosuvchi shirinliklarni qo'shib iste'mol qilishingiz mumkin. To'rtinchi mahsulot mana shu guruch masalasi. Ko'pchilikda mana shu guruch yeyish bo'yicha bahs mavjud. Ya'ni bir xillar yeng deydi, bir xillar yemang deydi. Guruchni yesa bo'ladi, faqat qarang, siz misol uchun guruchni qaynatib faqat o'zini yemangda. Siz uni sabzavotlar bilan qo'shib yeyishingiz mumkin yoki mana osh
siz bu guruchni sifatiga e'tibor bering-da. Mana siz devziradan tayyorlang. O'sha ko'p takrorlayapman. Devzirada to'g'ri qand miqdorini ko'tar, lekin u juda tezlik bilan ko'tarmaydi, sekinlik bilan ko'tarishi mumkin va porsiyasiga e'tibor berishingiz kerak. Mana osh aslida qandli diabetlarda mumkin. Faqat uni siz miqdoriga va sifatiga e'tibor berishingiz kerak va nima bilan qo'shib yeyapsiz. Shu narsaga non bilan qo'shib yeyapsiz, bir xil non bilan qo'shib yeydi. Bu non bilan qo'shib yeganda albatta bu yerda sizda osh ko'tarmayapti, non ko'taryapti va salatlarga ham e'tibor berishingiz kerak. Ko'pchilik misol uchun o'sha tarkibida uglevod saqlovchi salatlar bilan yeydi. Bunda o'sha salat tarkibidagi glyukoza ko'tarishi mumkin. Siz albatta bunda kletchatkalar bilan ko'proq qo'shib yeyishingiz kerak. Misol uchun bo'lishi mumkin karom bilan, anaqa svejiy karomlar bilan, bodring, pomidorlar bilan qo'shib yesangiz va bular o'sha oddiy o'sha guruchdan tayyorlangan bo'lsa ham so'rilish tezligini pasaytirib beradi. Va bunda o'sha guruchni bo'tqalarini, guruchdan har xil bo'tqalarni qilib yeyish tavsiya etilmaydi. Faqat guruchni o'zini ham qaynatib yeyishni kamaytiring. Chunki guruch tarkibida kraxmol moddasi ko'p saqlaydi va sahrni oshiga olib kelishi mumkin. To'g'ri, men misol uchun sizni to'liq guruchdan chiqib keting demayman, chunki guruch ham foydali, faqat uni miqdoriga e'tibor bering. Kam-kam tezroq yeng. Misol uchun 200 gram miqdor bo'ladigan bo'lsa, siz uni bittada yemangda, uni siz 2 ga bo'lib yeng. Va yeganingizni kletchatkalarga qo'shib, sabzavotlarga qo'shib yesangiz, bunda o'sha qonga so'rilish tezligi pasayadi. Keyingisi xalqimiz juda ham sevib iste'mol qiladigan bu kartoshka mahsulotida. Qandli diabetda kartoshka mumkin. Kartoshkani to'liq cheklab bo'lmaydi. Kartoshkani tarkibida foydali elementlar mavjud, lekin shu bilan birgalikda kartoshkaning tarkibida kraxmol moddasi juda ham ko'p. Kraxmol bu sложный uglevodlarga kiradi. Tarkibida o'sha ko'plab uglevodlarni saqlagan. Bular organizmda glyukozaga tezda aylanadi. Endi qandli diabetda uni yeyish texnikasiga bog'liq. Siz qandli diabetda uni pyure qilib yemang. Ya'ni pyure bu tez o'zlashtiriladi va qonga tez so'riladi. O'sha kraxmol miqdorida sahrni tez ko'tarib yuboradi. Siz uni qaynatib turib, pyure qilmasdan turib, dimlab turib yesangiz bo'ladi. Qovurilgan kartoshkani ham kamroq iste'mol qilishingiz kerak va siz dimlangan o'sha bug'da pishgan kartoshkani iste'mol qilsangiz va kamroq deylik, bitta kichkina bo'lagini iste'mol qilsangiz, bu qondagi qand miqdoringizga deyarli ta'sir qilmaydi. Va siz buni kartoshkani qabul qilganingizda xuddi o'sha oshni iste'mol qilganingizdek kletchatkalar bilan birga qo'shib iste'mol qilishingiz kerak. O'sha qonga so'rish tezligini pasaytirib beradi va siz bu kartoshkani dimlangan bo'ladi, parda pishirgan xohlagancha yeyishingiz mumkin emas. Faqat buni ham o'sha cheklov bo'lish kerak. Deylik, haftada misol uchun 2 marta ozgina yeng bo'ldi. Qaynatma sho'rva bo'ladimi-da, boshqa ovqatlarning tarkibida kartoshkasiga kamroq yeyishga iste'mol qiling, chunki kartoshka baribir sложный uglevodlarga kiradi. Demak, eng katta xato nima? O'sha xato bizlarda uglevodlarni to'g'ri tanlab bila olishmasligimizda va bundan tashqari o'sha tanlangan uglevodlarimizni to'g'ri texnika bilan pishirib iste'mol qilmasligimizda. Ana siz yuqoridagi aytilgan texnikalarga va yuqorida aytilgan uglevodlarni cheklasangiz va tartib bilan va tarkibi bo'yicha iste'mol qilsangiz, sizda bu qand miqdori ko'tarilmaydi. Ya'ni siz faqat shakarni ayblamang, shakar yemayman, oq non yemayman, asal yemayman, lekin shakarim nega ko'tariladi degan savolni o'zingizga bermang. Va siz yuqoridagi aytilgan mahsulotlarni ratsioningizga doimiy qo'shmang. Vaqti bilan yeb tursangiz, albatta bu sizga foydalilik tarafi bo'lishi mumkin. Azizlar, agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va bu videoni doimo o'sha kartoshkani sevib iste'mol qiladigan va meva sharbatlarini sevib iste'mol qiladigan qandli diabeti bor bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling.